Salom, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun Navoiyda emas, kecha kechqurun soat 1:30larda zilzila bo'ldi. Sezgan bo'lsangizlar. Salom, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun Navoiyda yer qimirlash bo'ldi. 1:30larda sezgan bo'lsangizlar kerak. Ham lyustralar qimirlab, eshiklar shaqirlab. Uncha vahmaga tushmadim, lekin uncha men panika qilayotgan odam emasman. Mencha brave yurakmanda. Sher yurak. Ko'pchilik ko'chalarga chiqib vahma qilibdi. Menimcha bunaqa holatda vahma qilmaslik kerak. Xotirjamlik bilan ish qilish kerak. Panika qilmasdan, shokka tushmasdan, kuchliroq bo'lganda hop qilishimiz mumkin. Uni ham aql bilan qanday harakat qilishdi. Mana maktabda yer qimirlaganda, yong'in bo'lganda shunaqa hayot xavfsizligi degan darslar bo'ladi bir paytlar. O'qigan bo'lsangizlar, lekin uncha men panika qilayotgan odam emasman-da, yuragim baquvvat. Indamay yotaverdim. Qani nima bo'layotgan deb. Ozgina bizga uncha kuchli sezilmadi. Chegara hududlariga Afg'onistondan zilzila epitsentri ekan. Surxondaryoda ko'proq sezilibdi, Toshkentda ko'proq sezilgan bo'lsa kerak. Shu ehtiyot bo'lishlarini xohlayman, panika qilmang. Bunaqa holatda o'zingizni qo'lga oling va aql bilan ish qiling. Qanaqa harakat qilish kerak? Birinchi ma'lumotlarni internetga, Google'ga poisk berib topib olsangiz ham bo'ladi. Bunaqa vaziyatda panika qilmaslik kerak. O'zini xotirjam tutish kerak. Shundagina to'g'ri yo'l bilan chiqib ketishimiz mumkin. Shunchaki bu tabiat hodisasi. Vahima qiladigan narsa emas. Aql bilan ish ko'rish kerak. Tamom. O'zlaringizni asranglar, sog'lik, salomatlikda ko'rishaylik. Bunaqa holatlar bo'lmasin, ilohim, o'zimizni asraylik. Xayr.